Rossiya davlat televideniyasining bosh targ'ibotchilaridan biri, Kreml siyosatiga xizmat qilib kelayotgan Vladimir Solovyov ochiq efirda Markaziy Osiyo davlatlariga tahdid qildi. U Rossiya Ukrainada qilayotgan urushni zarurat bo'lsa, Markaziy Osiyoda ham takrorlash mumkinligini aytdi. Bu gaplar shov-shuv emas, bu ochiq harbiy shantaj edi. Solovyov xalqaro huquqni ochiq inkor etdi. Davlat suverenitetiga tupurdi va AQShning Venesuelaga nisbatan siyosatini misol qilib, Markaziy Osiyo davlatlariga ham kuch ishlatishga chaqirdi. Bu so'zlar 2008-yilda Gruziyaga hujum oldidan Rossiya mediasida aytilgan ritorikani, 2014-yilda Qrim bosib olinishidan oldingi sinov bayonotlarini, 2021-yil oxirida Ukraina haqidagi tahdidlarni yodga soladi. O'shanda ham Kreml avval jurnalistlar orqali, keyin esa tanklar orqali gapirgan edi. Solovyov kim o'zi? Vladimir Solovyov oddiy teleboshlovchi emas. U 2014-yildan beri AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatida. U Rossiya Davlat dumasi deputatlari, Federal xavfsizlik xizmati va prezident ma'muriyati bilan doimiy aloqada bo'lgan shaxs. Uning chiqishlari bir necha bor Kreml siyosatiga axborot tayyorgarlik vazifasini bajargan. 2014-yilda Qrim haqida, 2015-yilda Suriya haqida, 2022-yil boshida Ukraina haqida hammasi avval Solovyov studiyasida aytilgan edi. Umuman olganda, Rossiya bugun O'rta Osiyoga tahdid qilayotgan bir paytda uning real harbiy siyosiy holati qanday? 2019-2020-yillarda Liviyada Rossiya qo'llagan Xalifa Xaftar kuchlari Turkiya tomonidan qurollangan va boshqarilgan kuchlardan mag'lubiyatga uchradi. 2020-yili 44 kunlik Qorabog' urushida Turkiya dronlari Rossiya harbiy doktrinasi ustidan g'alaba qozondi. Moskva shunchaki tomosha qilishdan boshqa chora topa olmadi. 2022-2025-yillar Ukraina urushi. 3 kunda Kiyev degan da'vo o'rniga 10 minglab halok bo'lgan askarlar, milliardlab dollar iqtisodiy zarar, NATOning Finlandiya va Shvetsiyagacha kengayishi va xalqaro izolyatsiya. 2025-yilga kelib Rossiya Kiyevni egallay olmadi, Odessani ola olmadi. Hatto front chizig'ini barqaror saqlashda qiynalmoqda. Tarixda bir qoida bor. Kuchli davlat ish qiladi, zaif davlat esa baqiradi. Rossiya bugun aynan shu bosqichda. Venesuela iqtisodiy cho'kkan, geosiyosiy foyda bermayapti. Eron Rossiyaga emas, o'z kun tartibiga xizmat qilmoqda. Suriya Rossiya uchun yo'qotilgan resurslar va yillardan boshqa narsa taqdim qila olmadi. Shunday paytda Kreml eski mustamlakachilik tafakkuriga qaytmoqda. Markaziy Osiyoni qo'rqitish, bosim qilish, tahdid qilish orqali ushlab turish. Eng alamli va xavotirli nuqta esa O'zbekiston hukumatining mutlaq sukuti. Rossiya davlat televideniyasida O'zbekiston ham kiruvchi hududga harbiy tahdid aytildi. Biroq jimjitlik. Bu nima? Diplomatik hisob-kitobmi yoki iqtisodiy bog'liqlikdan qo'rquvmi yoki hali ham Rossiyani yengilmas deb tasavvur qilishmi? Suveren davlat uchun jim turish neytrallik emas. Jim turish ruxsat berishga yaqin holat. Ertaga kech bo'lishi mumkin. 2014-yilda Ukraina ham uzoq vaqt befarq qaraylik degan. 2020-yilda Armaniston ham Rossiya bizning ittifoqchimiz, bizni himoya qiladi deb ishongan. Natijani esa tarix ko'rsatdi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, BMT a'zosi, xalqaro huquq subyekti, mustaqil davlat. Yo'qimda emasmi? Buni himoya qilish uchun urush shart emas, bir og'iz qat'iy munosabat kifoya. Solovyov muammo emas, ogohlantirish. Muammo esa unga javob bermaslik. Agar bugun propagandachi tahdidiga javob berilmasa, ertaga bu tahdid normal ritorikaga aylanadi. Indinga siyosatga, keyin bosimga, so'ng urushga. Suverenitet faqat bayramlarda esga olinadigan so'z emas. Uni himoya qilmasa, u o'z-o'zidan yo'qoladi.